Assalomu alaykum. Bugungi briefingda O'zkimyo sanoat aksiyadorlik jamiyati va tarmoq korxonalarida 2025-yilning birinchi choragida korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan ma'lumot berib o'tamiz. O'zkimyo sanoat aksiyadorlik jamiyati korrupsiyaga qarshi kurashish va compliance boshqarmasi hamda tarmoq korxonalari compliance xizmatlari tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida 2025-yilning o'tgan 3 oy davomida belgilangan vazifalar doirasida tegishli tadbirlar amalga oshirildi. Jumladan, hisobot davrida compliance nazorat va korrupsiyaning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar O'zkimyo sanoat aksiyadorlik jamiyati ijro apparati, Navoiy Azot, Dehqonobod Kaliy zavodi, Maksam Chirchiq, Amafos Maksam, O'zkimyo sanoat loyiha aksiyadorlik jamiyatlari hamda Qizilqum fosforit kompleksi O'zkimyo Impex MCJlarida amalga oshirildi. Shuningdek, O'zkimyo sanoat aksiyadorlik jamiyatining korrupsiyaga qarshi kurashish dastur doirasida amalga oshiriladigan chora-tadbirlar rejasi, jamiyatga yangi ishga qabul qilingan xodimlarni korrupsiyaga qarshi kurashishga oid o'qitish rejasi, shuningdek, korrupsion xavf yuqori bo'lgan lavozimda ishlovchi xodimlarni o'qitish dasturi hamda korrupsiyaviy xavf-xatarlarni aniqlash va baholashga oid yo'l xaritalari ishlab chiqilib tasdiqlandi. Davlatimiz rahbarining 2022-yil 12-yanvar kuni qabul qilingan korrupsiyaga qarshi kurashish ishlarining samaradorligini reyting baholash tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq e-Antikor.uz elektron platformasiga O'zkimyo sanoat aksiyadorlik jamiyati va tarmoq korxonalarida shu yilning o'tgan 3 oy davomida korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida amalga oshirilgan ishlarga oid ma'lumotlar 5 ta yo'nalishda 29 ta maxsus indikatorlar asosida platformaga biriktirildi. Shu bilan birga, mamlakatimiz prezidentining 2022-yil 11-maydagi davlat boshqaruvi sohasida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni bartaraf etish mexanizmlarini takomillashtirish va ushbu sohada jamoatchilik ishtirokini kengaytirish chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida jamiyatning jami 58 ta funksiyalardagi korrupsiyaviy xavf-xatarlar baholashdan o'tkazilib, e-Antikor.uz elektron platformasiga joylashtirildi. Jamiyat faoliyatidagi korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasi tasdiqlangan holda jamoatchilikka ochiq e'lon qilindi. Shuningdek, manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonunning mohiyati va ahamiyatini jamiyat boshqaruv xodimlariga tushuntirish yuzasidan korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi bilan hamkorlikda seminar tashkil etildi. Bundan tashqari, O'zkimyo sanoat aksiyadorlik jamiyatida 16 ta, Navoiy Azot aksiyadorlik jamiyatida 29 ta, Dehqonobod Kaliy zavodi aksiyadorlik jamiyatida 9 ta, Maksam Chirchiq aksiyadorlik jamiyatida 15 ta, Amafos Maksam aksiyadorlik jamiyatida 11 ta hamda O'zkimyo Impex MCJda 11 ta korrupsiyaga qarshi kurashishga oid qabul qilingan ichki idoraviy hujjatlar korrupsiyaga qarshi ekspertizadan o'tkazilib, jami aniqlangan 18 ta holatdagi korrupsion omillarni bartaraf etish choralari ko'rildi. Hisobot davrida O'zkimyo sanoat aksiyadorlik jamiyati va tizim korxonalarida rastrata, kamomat, korrupsion va boshqa qonun buzilishlar bo'yicha jami 15 ta holat aniqlandi. Ular bo'yicha tegishli tartibda o'rganishlar o'tkazilib, rasmiylashtirish choralari ko'rildi. O'zkimyo sanoat aksiyadorlik jamiyati va tarmoq korxonalari tomonidan o'tkazilgan tender tanlovlari va tuzilgan shartnomalarning qonuniyligi hamda manfaatlar to'qnashuvi holatlarining mavjudligi bo'yicha jami 562 ta holatda kontragentlar bo'yicha tekshiruv o'tkazildi. O'rganish natijasiga ko'ra, 3 ta holatda tender tanlovlari va tuzilgan shartnomalar bekor qilinib, 32 milliard so'm pul mablag'larining noqonuniy sarflanishining oldi olindi. Hisobot davrida jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan jamiyat va uning tarmoq korxonalariga korrupsion va boshqa qonun buzilish holatlari yuzasidan jami 11 ta murojaat kelib tushgan bo'lib, shundan 10 tasi yuzasidan xizmat tekshiruvi o'tkazildi. Uning natijalariga ko'ra, bitta holatda jinoyat ishi qo'zg'atilgan, 7 nafar xodim intizomiy javobgarlikka tortilgan. Yetkazilgan 140 million so'm zararning 70 million so'mi jamiyat hisobiga undirilishi ta'minlandi. Hozirda qolgan qismini undirish choralari ko'rilmoqda. Shuningdek, monitoring tadbirlari davomida mineral o'g'itlarning to'g'ri va sifatli saqlanayotganligi, tuzilgan shartnomalarning qonuniyligi, iste'molchilarga yetkazib berish tartibiga rioya qilinishi holatlari o'rganilib, kelgusida korxona mulki talon-taroj qilinishining oldini olish yuzasidan tegishli choralar ko'rildi. E'tiboringiz uchun rahmat.